Tabibni olib keling. Qo'lingni uchini tekkizsang shunaqa yozaman, tatay tashlamasdan yozaman. Tushundilaringmi? Voy biling, qirol BYD. Shuni to'g'ri chaqirsanglar ham bo'ladi-ku. Bemor. Iya? Voy biling, Malikali 9. Agar Malikani davolasang, o'zimga kuyov qilaman. Yo'q-e? Va Sevulga hokim qilaman. Roziman. Faqat ana yurak urishini tekshirishim kerak. Eshitadigan apparatim qolib ketibdi. Qulog'im bilan bunday qilib eshita olsam bo'ladimi? Yo'q-e. Kechirasiz. Siz o'zbekchani qaydan bilasiz? Men ham Anjandanman aka. Bo'ta qarani qaytadansiz? Jahon bozorda yo'lidan. Ana muzikal shkola tarafda ekan-da. Ana tayyor oldi. Bittichadi-yu, Li 9 o'ziga keladi. Otajon, qizim, tuzaldingmi? Nima deyapti? Dori tugab qolsa yana qaydan olamiz deyapti. Bu dori emas. Bu ayron-mayron. O'zimiz o'zbekcha ayron, 100% tabiiy mahsulot. Buni ichsangiz dori kerak bo'lmaydi. Immunitet o'zi ko'tarilib ketadi. Endi har xil dori ichgandan shunaqa tabiiy o'zbekcha ayron ichgan yaxshi. Buni yana bunaqalari bor. Choyni ichsangiz uyquni yaxshilaydi. Vishnasini ichsangiz organizmni tetik qiladi. Meni xotinim ham shulardan ichib 6 tani ko'rdim demasdan tug'di. Umuman kasal bo'lgani yo'q. Ota, uning xotini va 6 ta farzandi bor ekan. Ne'matullo? O'labi. Chicha problema bo'lyapti-yu. Hali hayotimiz boshlanmasdan o'tmishga kelyapti-yu. Ayron-mayron 100% tabiiy mahsulot. Ichib ko'ring va foydasini sezing.